Telegram moderatsiyasi haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib posatkalardan boshlaymiz. Birinchi posatkamiz shaxsiy profil. Shaxsiy profilda asosan tekshiradigan narsasi 3 ta narsani tekshiradi. Birinchi bo'lib profil nomi. Profil nomi faqatgina katta harflarda yozilgan bo'lsa, buni moderatsiyadan o'tkazmaydi. Faqatgina birinchi harfni kattada, qolganlarini kichkinada qilsangiz bo'ladi. Agar brend nomi bo'lsa yoki ayrim qisqartmalar bo'lsa, masalan, IELTS kursi. IELTS kursi bo'ladigan bo'lsa, IELTS o'zini kattada, kursni kichkinada yozishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi tekshiradigan narsa profil rasmi. Profilda rasm bo'lishi shart. Va uchinchi tekshiradigan qismi bio. Bio biznes haqida yozilgan bo'lishi kerak va biznes haqida ma'lumot berilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi posatkamiz veb-sayt, ya'ni reklamalarimizni veb-saytga yo'naltiradigan bo'lsak, birinchi navbatda veb-saytimiz funksionalniy bo'lishi kerak. Ya'ni foydalanuvchiga qanaqadir foydasi tegadigan bo'lishi kerak. Faqatgina kontakt yig'adigan bo'lib qolishi kerak emas. Ikkinchi tekshiradigan narsasi mijozlarni shoshiltirish uchun taymerlar qo'yilgan bo'lsa. Masalan, chegirma tugashiga 20 minut qoldi. Chegirmagacha ulguring. Bunaqa holatlarda katta ehtimol bilan veb-saytingiz moderatsiyadan o'tmay qoladi. Uchinchi posatkamiz Telegram botimiz. Telegram botda shaxsiy profil bilan bir xil, ya'ni bot nomini tekshiradi va botda bio qo'shilgan bo'lishi shart. Bioda biznes haqida ma'lumot berilgan bo'lishi kerak. Buni Telegram moderatorlari bitalab tekshirib chiqishadi. Keyingi asosiy qismimiz bot funksionalniy, ya'ni ishlashi kerak. Ishlaganda faqatgina kontakt yig'adigan bot bo'lib qolishi kerak emas. Masalan, start tugmasini bosdingiz, ismingizni kiriting, raqamingizni kiriting degan ma'lumotlar emas. Qanaqadir tanlash uchun variantlar bo'lishi kerak. To'rtinchi posatkamiz ko'pchilik mijozlarimiz foydalanishadigan, ya'ni reklamalarni kanalga yo'naltirish. Kanalga yo'naltirganimizda birinchi bo'lib kanalning nomini tekshiramiz. Kanal nomi faqatgina katta harflardan iborat bo'lishi kerak emas. Faqatgina bosh harf, birinchi harfimiz kattada, qolgan harflarimiz kichkinada bo'lishi kerak. Ikkinchi tekshiradigan narsasi kanalning biosi. Biznes haqida informatsiya bioda yozilgan bo'lishi kerak. Bulardan keyin uchinchi tekshiradigan narsasi postlarimiz. Postlarimizda emojilar soni 4 tagacha bo'lishi kerak. Har bir postda va kanalimizda kamida 5-6 ta post bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni yangi ochilgan kanalingiz bo'lsa, bitta post bo'lsa yoki ikkita post bo'lsa, buni ham o'tkazmaydi. Shuning uchun iloji boricha postlar sonini ko'paytirishimiz kerak. Va postlarimizning ichida ham emoji sonlari 5 tadan oshmasligi kerak. Formatlari ham har xil formatda bo'lishi kerak emas. Ya'ni hozir chiqqan to'q rangda yozish, yonmachasiga yozish, kod formatlari, bulardan ko'p foydalansak, reklamamiz moderatsiyadan o'tish qiyin bo'lib ketadi. Tavsiya qiladiganimiz, reklama qilinadigan payt postlaringiz soddaroq qilib, 4 ta emoji qo'yasiz, shriftini bir xil qilasiz, shundoq yozib qo'yasiz va agar moderatsiyadan o'tgandan keyin o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, keyin o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Moderatsiya jarayonining asosiy qismiga o'tamiz. Reklama postlarimiz haqida gaplashamiz. Reklama postlarimizda birinchi navbatda o'zimiz o'qib ko'rishimiz kerak. Mijozlarga tushunarlimi, yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak. Qanaqadir yolg'on informatsiya yoki bo'rttirilgan informatsiya, masalan, eng yaxshi mahsulot yoki eng arzon mahsulot degan so'zlardan iloji boricha qochishimiz kerak bo'ladi. Yoki 100% natija yoki tez boyish, shunga o'xshagan so'zlardan kamroq foydalanishimiz kerak. Bu foydalansak, moderatsiyadan o'tish jarayoni cho'ziladi va qiyinlashadi. Va har bir tekstimizda katta harflar bo'lmasligi kerak. Ya'ni bepul, eng yaxshisi degan so'zlarni katta harflarda yozadigan bo'lsak, buni moderatsiyadan o'tkazmaydi. Va har bir reklama kreativimizda emojilar sonida ham chegara bor. Biz tavsiya qilamiz 2 tagacha bo'lsa, moderatsiyadan o'tishimiz osonroq bo'ladi. Moderatsiyada rasm qo'yganimizda rasmni ham tekshirishimiz kerak bo'ladi. So'zlarini moderatorlar har bittasini o'qib ko'rishadi. Agar ma'nosida eng yaxshi 100% kafolat degan so'zlarimiz bo'lsa va shu ma'noni bildiradigan, shunga o'xshagan bo'rttirilgan ma'nodagi so'zlar bo'ladigan bo'lsa, moderatsiyadan o'tkazmaydi. Va keyingisi undov belgilaridan qochishimiz kerak. Undov belgilarini ko'p ishlatsak, bunda ham moderatsiyadan o'tmaydi. Va mijozlarga bosim qilinadigan bo'lsa, masalan, chegirma tugashiga oz vaqt qoldi, bizga qo'shiling, hoziroq ariza qoldiring degan so'zlarni ishlatsak ham, katta ehtimol bilan moderatsiyadan o'tishimiz qiyinlashadi.